2026-yil Umra safariga bormoqchiman. Hikmat Travel'dan narxlari qanaqa bo'lyapti degan obunachilarimiz aynan bu video sizlar uchun bo'ladi. Videomiz o'tkazmasdan oxirigacha ko'rib turadigan bo'lsalaring, Hikmat Travel'dagi narxlar bilan tanishlaring mumkin bo'ladi. Videoda boshdan bizga bitta laykni bosib, kanalimizda yangi bo'lsalaring obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab tursalaring, xudo xolasa, sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni olib berishga harakat qilamiz. Abdug'ofur akadan biz videoni boshlaymiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli aka, biz obunachilar uchun yangi reyslarda narxlar bilan birma-bir tanishtirib bering aka. Qayerdan reyslar qo'yildi aka? Xo'p, bu safar videomizda faqat sentyabrda boshida narxlar to'g'risida gaplashamiz. Xo'p, Toshkentdan 1-3 sentyabr kunlar reyslarimiz bor. Buni narxini $935 qilib beramiz. 1-3 sentyabr kuni $935 dan qilib beramiz. Vizasi ham ichida. Vizasi ham ichida. Xo'p, Namangandan 2-3 sentyabr kunlar reyslarimiz bor. Buni narxini $975 qilib beramiz. $975 Namangandan 2-3 sentyabr kuni. Bu Farg'onadan 5 sentyabr kuni reysimiz bor. Buni narxini ham $975 qilib beramiz. Qolgan kunlarga ham Toshkentdan, Namangandan, Farg'onadan reyslarimiz bor. Aloqaga chiqsalar yana tushuntirib beramiz, xudo xolasa. Sentyabrda oxirigami, o'rtalarigami reyslarimiz bor. Zo'r. Bugun prosta o'sha sentyabrda boshida reyslarni aytgimiz keldi. Bo'ldi, gap yo'q. To'lov masalasi qanaqa bo'ladi endi aka sizlarda? Xo'p, to'lov masalalarimiz xohlasa ofislarimizga kelib to'lov qilsin. Rasmiy ofislarimizga Toshkentda bor, Farg'onada bor, Andijonda bor. Bundan tashqari xohlasa onlayn joylarni bron qilsa ham bo'ladi. Shu nomerda Telegram, WhatsApplarimiz ishlayapti. Bemalol aloqaga chiqib joylarni onlayn, xohlasa onlayn bron qilsin, xohlasa ofislarimizga kelib to'lovlarni qilsin. Zo'r. O'zlariga qulay bo'lganini to'lovlarni ham amalga oshirsa bo'lar ekanda deb. Bemalol. Zo'r. Borishgandan keyin shart-sharoitlari qanaqa bo'ladi endi aka sizlarda? Xo'p, sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha gastitsalarimiz uzoqligi, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 3 kilometrgacha gastitsalarimiz uzoqligi. Lekin avtobus xizmatlari yo'lga qo'yilgan. Joylashuvlar 4 kishilik, 5 kishilik joylashuv bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi, xudo xolasa. Undan tashqari 50 boshimiz birga borib, birga kelishadi. Firma tomonidan kamzil so'mka bejik beriladi va qaytilaganda 5 litr zamzam suv bonus sifatida qo'shib beriladi, xudo xolasa. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib o'zlarining joylarini bron qilishlari mumkin. Aytib o'tishganda, xudo xolasa to'lov masalalarini ham onlayn yoki offlayn amalga oshirsalar ham bo'ladi. Telefon qisqalari yana to'liqroq ma'lumot beriladi. Videomiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib, Umra safariga bormoqchi bo'lgan qizlarga bu videoni yuborib qo'ying. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha